Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Ushbu videomiz hamma uchun manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Ratsiya tanlashda, qo'l ratsiyasi tanlashda asosan ko'p yo'l qo'yiladigan xatoliklar haqida tushuntirish o'tishga harakat etamiz. Bugun ko'rib turibmiz, har xil turdagi ratsiyalarimiz hozir bozor sharoitida mavjud O'zbekistonda. Bu ratsiyani qanday tanlash kerakligi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Hozirgi videomizda ko'p bozorda trendda bo'lib turgan, ko'p sotilib turgan ratsiyalarimizdan birisi bu Bafeng ratsiyamiz. Mendagi variant hozirda bu Bafeng 888S modeli bo'ladi. Bu ratsiyamiz haqida hozir ko'rib chiqamiz. Bu ratsiyamiz shunday korobchada, shunday upakovkada bo'ladi. Bu ratsiyamizni ichidan zaryadchiki, remeshowka, klipsasi, ratsiyani antennasi chiqadi. Bu modelimiz BF888S 999 degan turlarimiz ham mavjud. Xarakteristikasini qaraydigan bo'lsak, ratsiyamizni ko'rishimiz mumkin. Ratsiyamiz modeli ishlash chastotasi yozilgan bo'ladi. 400 MHz dan 470 MHz dan akkumulyator power quvvati 5 watt deb yozilgan. Bu ratsiyamizni hozirda bozorlarimizda ruxsat etilgan diapazoni proshifka etilgan, ruxsatnomasiz ishlatish mumkin degan sotuvchilar tomonidan aldov reklamalarimiz ko'p ijtimoiy tarmoqlarda, OLXda, Instagram, Telegram kanallarida yozilib e'lon etilib turibdi. Bu ratsiyamizni hozir quvvatini o'lchab ko'ramiz. Necha watt quvvat chiqaradi? Necha watt energiya beradi? Shu haqida ma'lumot ko'rib chiqamiz hozir. Qurilmamizni taqamiz. Bu qurilmamiz radiostansiyadan chiqib turgan quvvatni o'lchashga yordam beradi, o'lchab beradi bizlarga. Antennasini qistiramiz. Zotiskoy antennasi o'zini korobchasida chiqqani. Ratsiyamiz hozir ruxsat etilgan PMR 446 radio chastotamizda to'g'rilangan. Yakib olamiz. Power on. 16 kanali bor. 16. 1. Buni hozir test rejimida PTT knopchasini bosib ko'ramiz. Ishlab chiqaruvchi tomonidan xarakteristikada ko'rsatilgan vattimiz bor. PV watt 4,37. Antennani KSO'si 3,91. 446
MHz'imizda ishlab chiqarish tomonidan aytgan chavuna doğru keladi. Doğru yechib qo'yamiz. Tenamizni qurilmadan yechib olamiz. Endi radio stansiyamizdan ishimiz bo'ldi. Korobchadan ko'rishingiz mumkin. 888 999 har xil modelda aytiladi. Har xil modellarda bor. Ishga tuzilishi baribir bir xil bo'ladi. Endi ko'rib chiqamiz qonunchiligimiz tomonidan deyilgan ichki qarorlar. Bu bo'yicha qonunimiz bor. O'zbekiston Respublikasi radio chastotchalari bo'yicha davlat komissiyasining qarori bor. Bu qarorimizda modelini hozir ko'rib chiqamiz birgalikda. Bu kararımız 2011 yıl 11. çislani da 7. ayda tasdiqlangan 256 sonli qarori. O'zbekiston Respublikasi radio chastotalar bo'yicha davlat komissiyasining qarori. Bu keyinchalik o'zgartirish etilgan qismlari bor. 2011 yil 2013 yil, 2014 yil, 2017 yillarda bu joyda ruxsatnoma rasmiylashtirmasdan qaysi turdagi parametrdagi qurilmalardan foydalanish mumkin. Shu haqida ilovasida keltirib o'tilgan 8-bandida ko'rishimiz mumkin. Radio stansiyalar ruxsat etilgan hech qanaqa hujjat yoki ruxsatnoma rasmiylashtirmada ishlatish uchun 446.2 MHz chastotalar kuch quvvati 0.5 wattdan yuqori bo'lmagan PMR 446 sinfidagi qurilmalarimizga ishlatishga ruxsat berilgan. Ruxsatnoma rasmiylashtirmasdan ishlatishimizga. Hozir biz ushbu Biafing BF808S radio stansiyamizni ko'rdik. Chiqish quvvati 5 watt, 0.5 emas, 5 watt. Bu degani 10 marta yuqori. Agarda siz 446.2 MHz larda ishlatsangiz ushbu ratsiyani chiqish quvvati 10 marta katta. Bu sizlara ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilishi, ma'muriy jazo ko'rilishini qanchadir summa shtraf solishini asos bo'ladi. Siz aytishingiz mumkin, men 446 2 MHz oralig'ida ishladim. Ruxsat etilgan. Albatta bunga ruxsat etilgan. Bitta shart bilan 0.5 watt quvvat bilan, 5 watt emas, 0.5 watt. 5 watt bo'lsa, agarda bu 10 marta yuqori, siz ushbu qonunni 8-bandini buzib turgan bo'lasiz. Ushbu joyini e'tibor berishingizni so'raymiz. Sotuvchi yoki kimdir sizlarga taklif qilishi mumkin. Shu 446 MHz, 446.2 MHz oralig'ini 16 kanalni kiritib chastotani nastroyga
beradi. No bu degani siz uni ishlatishingiz mumkin degani emas. Bu 0.5 watt, 0.5 watt, yarim watt quvvatda, 1 watt emasda bu. Sizni qurilmangiz bu Baofeng hozirgi qurilmamiz 5 watt quvvat chiqarib turibdi. Yana bir sharti bor. Bu o'zi Pomer 446 ratsalarimiz antennasi yechilmasligi kerak. Antennasi yechilishi kerak emas. Shu joydan hisob olishlaringizni so'raymiz. Nechun antennasi yechilmasligi kerak desangiz, har xil turdagi antenna orqali ishlatishingiz ham mumkin bo'ladi. Agarda antennasi yechiladigan bo'lsa, masalan, yo'naltirilgan antennalar yoki shuna o'xshash antennalarni kabel orqali taqib, siz yarim watt quvvat bilan ham uzoqroq yoki mahalliy chastotalari kimgadir xalaqit berishingiz mumkin. Aslında Pomer 446 deganimiz mana shunga o'xshagan antennasi yechilmaydigan kichik yarim wattli qurilmalar bo'ladi. Bunga o'xshagan o'zida ham yozib qo'yibdi buni. Shu joyini e'tibor berishingizni so'raymiz. Bu qurilmalarni ham o'zini yozilgan. Ko'rinib turgan bo'lishi kerak. Ushbu qurilmamiz 0.5 watt 446 2 megahertzlarda ishlaydi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Ushbu videomiz hammaga manfaatli bo'ladi deb o'ylaymiz. Qonunni bilmaslik bu sizni jazodan ozod qilmaydi. O'shaning uchun e'tiborli bo'lib, agarda ruxsatnomasiz radio stansiyadan foydalanmoqchi bo'lsangiz, albatta ushbu jihatlarga e'tibor bering. Chiqish quvvati, ishlash chastotasi va antennani yechilmasligini. E'tiboringiz uchun rahmat.